Qo'qondamiz-ku. Qo'qonning eng zo'r tarixini biladigan hoji aka bilan tanishib qoldi. Doda bilan. Bu ham Qo'qonning hoji akalari. Qo'qon nimasi bilan zo'r hoji aka? Avvalo Qo'qonni nomi, haqiqiy nomi Qo'qondi Latif. Buning ma'nosi Qo'qon degani Sershamol shahar degani. Latif qo'shimchasi bor. Latif degani Qo'qonda xalqi mehmondo'st, xushmuomala, odamgarchiligi bor, she'riyatga moyil, askiyaga moyil, san'atkorligi, shoirligi va boshqa xususiyatlari uchun, boshqa fazilatlari uchun Latif degan fazilat berilgan. Bu dunyoda Latif degan nom berilgan bitta shahar. Boshqa yo'q. Shaharga berilmagan bunaqa nom. Sharif degan nom 6 shaharga berilgan. Latif esa bitta shaharga berilgan. Endi Qo'qonda Latifni uzoq yillar Qo'qon xonligi davrida rasmiy nomi ham Qo'qonda Latif bo'lgan. Qo'qonda bosilib chiqqan tangalarga ham zarbi Qo'qonda Latif, ya'ni Qo'qonda Latifda zarb qilindi deb yozilgan. Xonlarda, farmonlarda ham men kim Qo'qonda Latifda Muhammad Alixon so'zim degan so'zlar bilan boshlanadi. Xonlar, farmonlar, yorliqlari. Bundan tashqari Qo'qonda nomini mashhur qilgan 360 ta narsa bor. 360 ta. Bular hali narsalar, ifodatlar, tabiat hodisalari va turli maktablar. Bulardan biri eng mashhurlardan biri Qo'qon shamoli, Qo'qon arava, Qo'qon do'ppi, Qo'qon adabiy muhiti. Qo'qon adabiy muhitiga 1 daqiqa to'xtalib o'taman. Bu Qo'qon adabiy muhiti degan so'z faqat Qo'qonga nisbatan ishlatiladi xolos. Hatto Navoiy davridagi xilotga ham xilot adabiy muhiti degan nom ishlatilmagan. Bizda ana shu Qo'qonda shoirlar ko'p bo'lgani uchun, shoirlarga juda yaxshi sharoit bo'lgani uchun Qo'qonda Latifni Qo'qon adabiy muhiti paydo bo'lgan. Va bu muhitda hali boshqacha bir chiroyli nomi nimasi bor, ta'rifi bor. Qo'qonda aholisi qofiya bilan so'zlab, radif bilan bo'zlaydi. Ishga oid gaplarini turoq vaznida hal qiladi. Urush janjallarini barmoq vaznida hal qiladi. Arzi muhabbatini aruz vaznida hal qiladi. Qo'qonda mishiqlari nazmda miyovlab, kuchuklari nasrda miyovlaydi. Mana shu Qo'qonda ya'ni bu degani Qo'qonda shoir ko'p bo'lgani va shoirlarga juda yaxshi sharoit bo'lganligini ko'rsatib o'tadi. Shu Qo'qonda Latif degan so'z Amir Umarxon vaqtlarida 19-asrda birinchi yarmida paydo bo'ldi va Amir Umarxon o'zlari ham juda katta shoir bo'lganlar. Bir kuni mushoira bo'ldi. Kechasi bilan mushoira qilib shoirlar charchab, amalar o'tirgan joylarda uxlab qolishdi. Yarim kechasi Amir Umarxon uyqusirab oyoqlarini uzatib olgan ekanlar, bitta odamni ketiga tegibdi. Amir Umarxon kimsan debdilar. Haligi yotgan odam men shoirman debdi. Bizni Qo'qon zo'rda oyog'ingni qaqa uzatsang shoirni ketiga tegadi dedi. Keyin o'sha yotgan odam ham juda hozir javob ekan, o'sha uzatilgan oyoqni ilkisiga bossangiz ham shoirni ketiga tegadi degan gapni aytgan. Bundan tashqari Qo'qonda yana boshqa juda ko'p sifat va fazilatlari bor. Mana Qo'qon shamoli dedik. Qo'qon shamoli yilda 365 kun bo'lsa, yilda 240 kunda Qo'qonda qattiq sekin shamol esib turadi. Shuning uchun shamol, Qand kent, shahar degani shamol shahri. Markaziy Osiyoda 3 ta shahar shu shamol shahri degan nomga olgan. Bittasi Qo'qon, bittasi Xo'jand, bittasi u hozir
Sharqiy Turkistondagi Xo'tan shahri, uchovi ham shamol ko'p bo'lgani uchun shu nom bilan atalgan. Rahmat hojaga. Yana Qo'qonda Qo'qon arava butun hamma biladi. Mashhur. Bu Qo'qon aravani boshqa aravalardan farqi shuki, g'ildiragi katta bo'lgan. Bu g'ildiragi kattaligi yurish tezligini tezlatgan, ko'prigi yo'q aravalardan bemalol o'tib ketavergan, botqoq joylarga botib qolmagan, aravalardan bemalol o'tib ketavergan. Shuning uchun Markaziy Osiyoga keng tarqalgan va Qo'qon xonligida kashf etilgani uchun Qo'qon arava deb atalgan. Baraka toping. Yana juda ko'p maktablar bor. Aytib o'tganimdek 360 ga yaqin shunaqangi bir fazilat va nomlari mavjud. Men kecha o'qidim, mana shu Qo'qonning o'zida 300 dan oshiq madrasa, 500 dan oshiq masjid bo'lgan ekan mana kichkina shaharda. Qo'qonda madrasa borasida jiddiy mubolag'a bo'libdi. Lekin masjidlar 600 dan ortiq. 600 dan oshiq masjid. Tasavvur qiling. Bizda ilgari shunday bo'lgan, masjidlar azon yetib boradigan joygacha ishlagan. Ovoz orqali yetib boradigan. Ovoz orqali yetib boradi. Agar naryoqda o'sha ovoz yetib bormagan joyda naryoqga yana bitta masjid qurilavergan. Qani? Bunga batari ovoz kuchaytirish nimalar bo'lmagan, o'shuning uchun azon ovozi to'g'ri yetib borish uchun masjidlar ko'p bo'lgan. Va har bir mahallada 2-3 ta masjid bo'lgan. Mashallah. Siz bilan bir o'tirib, alohida chog'da gaplashib o'tirish kerak. Marhamat. Joni sog' bo'lsin, hojaga. Asmal degan gastinisadamiz. Bu Qo'qondagi eng zo'r gastinisalardan ekan. Qo'qonga kelgan juda ko'pchilik katta odamlar, seriyozli odamlar deydimi. Aynan mana shu Asmat gastinisada qolar ekan. Juda ham zo'r suhbat bo'ldi doda bilan. Hojaga, lekin alohida suhbatingiz bor. Joyga yaqin Xudoyorxon o'rtasida joylashgan muzeyda ishlayman. Qachon o'taling, o'sha yerda men yana suhbat muzey o'zida ishlaysiz. Barakatlar. Umringiz uzoq bo'lsin, doda. Nomim Muhammad Yahyoxon Xo'qandi. Qanaqa? Muhammad Yahyoxon Xo'qandi. Muhammad Yahyoxon Xo'qandi. Hojaga rahmat. Joni sog' bo'lsin. Mana shunaqa